Allohimga behisob hamd va sanolarimiz bo'lsin. Birinchi navbatda shifoni berguvchi Robbim hisoblanadi. Bular bitta kichkinagina sababchi hisoblanadi. Bu sababini biza qilamiz xolos. Alloh shifosini beradi. Men har doim aytib o'tib ketaman. Ma'minimga yaxshi bo'ladimi, anonimga yaxshi bo'ladimi, ma'minimga Alloh izni bilan yaxshi bo'ladi. Asosiysi sizlarda ixlos bo'lsin deyman. Shu narsa menga shifo bo'lib kiradi deb iching. O'sha oddiy suv bo'lsin, o'sha sizga shifo bo'lib kiradi inshaalloh. Endi bu tabiiy olma sirkasini payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ham ichganlar. Bu Qur'onlarda keltirilgan. Ichganlar shifo bo'lgan ummatlarga nimaga shifo bo'lishi kerak emas? Nimaga? Inshaalloh bizga ham shifoli bo'ladi. Shuning uchun qo'rqmasdan olib, tabiiy olma sirkamizdan olinglar, ichinglar, shifo bo'lsa biz ham xursandmiz. Sizlarga shunchalik yetkazib berayotganimga, sizlar duo qilayotganingiz uchun mana shunaqa ko'karib yuribman. Sizlarni orqangizdan shunaqa ko'karib yuribman. Ota-onamning duosi, qaynota-qaynonamning duosi orqali.